Yo, nima gap? Yo, nima gap? Siz bo'lmaydi. Xo'lasam. Soatni ko'rsinchi. Bar. Davlat biza jotda. Kun klientlar bilsa bo'lardi klientlar. Birga kelgan azaga o'z xizmat qiladi. Ha? Bo'ldi, ketapti. Oldu. Albek o'zi avtokraska avtomobil bo'yoq bo'yicha 15 yillik malakaga ega kraska bo'yoqchi. Notor ketdi, ha? Men avtomobil bo'yoqlari bo'yicha sotuvchiman. Shu sohada 15 yildan beri faoliyat olib boraman. Kasbimiz mashinalarning rangi bilan oid. Mashinaga birga bir tayyorlash jarayoni egasi juda injirovsa, juda og'ir kechadi. Bu mas'uliyati. Uni chiqarib berish kerak. U ikkita-uchta joydan o'zi rangi o'zida bo'lmay, hafsalasi pir bo'lib kelgan bo'ladi. Uni to'g'rilab chiqarib berish uchun bor mas'uliyat bilan o'sha kraskani to'g'rilab berishga bor e'tiborimizni o'shanga qaratamiz. Juda ko'p bo'lgan. Unaqa holat juda ko'p bo'lgan. Unday holatlar uchun biz javob beramiz egaga. U ega bizga qilgan xarajatlarini to'lab beramiz. Kraska uchun ishlatilgan. Mahsulotlarni biz boshidan berib, unga hech qanaqa klient undan zarar ko'rmaydi. Agar mabodo biz kraskani tushira olmay qolsak, uning uchun ega yana pul to'lamaydi. Rang tayyorlashda xatolarni oldini olish uchun hayolingiz faqat rang taqiqlashga bo'lish kerak tayyorlashda. Bo'lmasa, o'zi xato qilaverasiz. U hayolingiz boshiga ketib, u bir tomchi rang tushib qolsa ham, boshqa rang ketib qolsa, u kraska buzildi. Tamom. Musor. Yo'q, kraska taxlashga обязательно bizda kompyuterniy sistema ishlaydi. Kompyuterniy atbor deydi. O'zini spektr, fotometr, rasm tushiradiganlar bo'ladi. U o'sha rangni kompyuter ichidan aniqlab topib beradi. Faqat uni 100% emas, 70, 80, 90% ga qilib topib beradi. Qolgani koloristga bog'liq. Kraskaning sifati ishlash jarayoniga juda katta ta'siri bor. Arzon kraska ishlatilgandan keyin arzon kraskani o'sha yopish darajasi bo'lmaydi. U yopish darajasi bo'lmagandan keyin arzon kraska olib, ustalar uchun rasxoti 2-3 barobarga ko'payib ketadi. Misol uchun 100 gram kraska ishlatadigan joyga arzon kraskadan 200-300 gram ishlatish mumkin. Chunki uni yopish darajasi yo'q. U yopaman deb sepaveradi, u ustalar uchun rasxot ko'payib ketadi. Naborot yaxshiroq kraska qimmat bo'lsa ham, yaxshiroq kraska olgan ma'qulroq. Ochiq havoda ishlash uchun faqat однотонный emal kraskalar yaxshiroq. Ba'ziviy zarli kraskalar uchun обязательно quyoshli havo bo'lsa yaxshiroq chiqadi. Quyoshli havoga zarini ochiq hammasi явный ko'rinadi. Bulutli havoga u zar baribir ko'rinmaydi. U soyaga bir xil turgani bilan ertaga quyosh chiqqandan keyin u zari to'g'ri kelmay, o'sha svet boshqa svetga aylanib qoladi.
Shuning uchun quyoshli havoga taxlagan afzalroq, yaxshiroq. Yo u Xitoy kraska degan yo'q. Xitoy kraska chiqarish bo'yicha Xitoyda ham premium klassdagi kraskalari bor. Misol uchun Yato, Race premium klassdagi kraskalar. U xohlagan manaman degan firmalar bilan raqobat qila oladi kraskasi bo'yicha. U Xitoydagi degani arzon degani emas. Xitoyda ham o'ziga yarasha arzon kraskalari ham bor, ekonomik, budjetli kraskalari ham bor. 1 litr kraska 5 kvadrat ob'yomni yopishga yetadi. Boyna aytib o'tganimdek, kraskani sifatiga bog'liq. Sifati yaxshiroq bo'lsa, 1 litr kraska yetadi 5 kvadrat joyga. Agar uni sifati pastroq, arzonroq kraska bo'lsa, 5 kvadrat joyga 2 litr, 3 litr kraskaga pul to'lashadi.